yo kunduz nima? Oy o'zi nima-yu, yo yulduz nima? Ertadan kechgacha o'tirardim jim, axir ko'rmas edi mening ko'zlarim. Bir kun ilkbahorda Toshkentdan onam doktor olib keldi, quvondim biram. Professor ekan ko'rdi ko'zimni, tingladi hasratli mungli so'zimni. Davolayman dedi, lek juda og'ir. Dilim tug'yon urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor, bironta odam o'z ko'zin bersin-da, dahshat bo'lsa ham. Tezda qarindoshlarni to'pladi onam, so'radi yordam. Ko'z inom etmadi qarindoshlar ham. Tezda do'stlarini to'pladi dadam, so'radi yordam. Ko'z inom etmadi do'stlar ham. Bir kun uyda sukutda o'tirardim jim. Hayhot eshitildi qattiq bir faryod. Voy, voy onam faryodini nega qichqirdi? Irg'ib turgan edim, kimdir o'tkazdi. Operatsiyadan bir hafta o'tgach va ulrus tabibi ijozat bergach, ko'zimdan dokani shartta oldim-da, dunyoni ko'rdim men birinchi marta. Oy, osmon, dalalarni ko'rdim hoynahoy. Onajon deb uyga qo'ysam agar bosh, oh men noshudga harom bu hayot. Ne ko'z bilan ko'rayki mening xonamda va o'tirgan o'rindig'imda onajonim o'tirar, bosh egib g'amda. Onamning ko'ksiga qo'yganimda bosh, tinmay oqar edi ko'zlarimdan yosh. Ko'ksimdan otilar qattiq bir faryod, kerak emas menga bundayin hayot. Onamning ko'zlari ko'r edi, ingrardi bechora, dardi zo'r edi. Asta paypaslanib boshimdan tutdi. Yangi ko'zlarimdan